Like bosganlari uchun 50% skidkaga beramiz. Akalar, endi umuman O'zbekistonda svetdan muammo bo'lmaydi. Nimaga deysizlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Nima sababdan svet o'chmaydi deyapsan? Xitoydan yangi invertorlarimiz keldi. Xohlagan istalgan akkumulyatorga bu tushaveradi. Istalgan akkumulyatordan 220 tok ishlab chiqarib berish uchun xizmat qiladi. Buning uchun bizga velosiped uylarida velosipedlar ham bor. Velosipedga ulasalar ham bo'ladi, yo Motorolga ulasalar ham bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri portiga ulaverasizlar. Sizlar bu yerdan har doim zaryad qilishda foydalanasizlar. Mana shu joyga ushbu qurilmamizni stekerini ulab olamiz. Mana ulab oldik. Xudo xolasa, endi mana bu yerda o'chirish yoqish tugmasi bor. Yoqib olamiz. 220. Bo'ldi, bu ishladi. Mana hozirgi razvedkada 220 tok bor o'sha. Zaryadni suqamiz. Telefon bering. Mana ko'rishni mumkin. Mana zaryad oldi. Bu katta akkumulyator. Endi buni kichkina akkumulyatorga ulaymiz. Biz buni katta akkumulyatorga ulab ko'rdik. Endi buni kichkina akkumulyatorda ulab tekshirib ko'rsatamiz. Mana ishladi. Zaryad berdi. Bale. Ha, ko'rib turibsizlar. Bu 2 kilovatlik hisoblanadi. Rasxodning ko'p bo'lsa 3 kilovatli turlari bor. Xo'p, 4 kilovatli turlari ham bor. Bu kichkina akkumulyatorlarga hammasiga ulasa bo'ladimi bular? Hammasiga ulasa bo'ladi. Biz akkumulyatorlar yo Motorola ma'lumotlarni aytsa, biz o'shanga qarab bu ushbu qurilmalarimizni chiqarib olamiz. Demak, bunga udinitel qo'yib turib, Ha. bundan keyin xohlagan narsasini ishlatish mumkin. Ha, xohlagan narsasini, konditsioner bo'ladimi, 2 kilovatgacha bo'lgan narsalar bemalol ko'tarib beradi. Yana qaytarib oling 2 kilovatlik. Xo'p, mana eng kattamiz 4 kilovatlik. Bu 60-72 bo'ladi. Akkumulyatorlarning soniga qarab biz chiqarib beramiz. Keyin 3 kilovatli turlarimiz ham bor. 2 kilovatli eng pasti. Kichkina akkumulyatorlarga moslasa bo'ladi, hattoki mana ko'rib turibsizlar. Kichkina hali detskiy mashinachalar akkumulyatori bu. Mana shundan 5 ta yo 4 ta bo'lsa, mana shunga ulasa bo'ladi. Bularda kilovati, narxi to'g'risida ma'lumot berib yuboring. Hop, 2 kilovatligimiz 1.150.000 so'm beramiz. Hop, 3 kilovatlilarimizni hop 1.550.000 qilib beramiz. 4 kilovatligimizni 1.850.000 qilib beramiz. Manzilni aytib yuboring endi. Keyin mana shu YouTubedan ko'rishsa yo Instagramdan ko'rishsa, mana shuni yo'l kirosiga 50% skidka qilib beramiz. Чтобы hali qiynalishmasin. Misol uzoqroq joyda, misol Buxorodan telefon qilishadi bizga, Xorazmdan telefon qilishadi. Yo'l kirosini yarmini ko'tarib beramiz. Shu mijozlarimizga shu like bosganlari uchun 50% skidka qilib beramiz. Manzil Qo'qon shahar. Shunday To'lavoydan kelishdi, Yangiron svetoforni tagida NRX Moto skuter magazini. Barcha turdagi skuterlar, zapchaslari ham bor bizda. Xudo xolasa, optim narxlarda qilib beramiz. Keyin liboy zapchasini ham topib beramiz biz. Bizga murojaat qilaveringlar.